Fengonni afsanli o'zini kompyuterlari bilan xohlasa popdan bitta ukamiz Fengo avtomobilini o'chib qo'ygan ekan. Usta kelib yurg'izib bering deyishdi. Hozir yo'l olamiz, xudo xohlasa. Ketdi shonada. Qilib yetib keldi. Krashga tushgan Fengo avtomobilimiz, Xudo xohlasa. O'chib beramiz inshaalloh. Krashlar yechildi. Xudo xohlasa yurdi. Bugun qo'lni ochib, mashina krashga tushib qolgan, blokirovka qo'ygan. Rasman ko'rsatib olamiz. Xudo xohlasa yurdi. Ya Allah. So'rasa tushuntirdim. Skoroslariga tushdi. Xudo xohlasa ishni bitirdi u. To'xta. Fengo 8 da yuribdi u. Krashga tushib qolgan ekan. Blokirovka bo'lib qolgan mashina. Yurib turgan bo'lgan xullas. Qo'yganda shu qolib ketgani sababli mashina krashga tushib qolgan. Sabab oddiy, o'zimdan sovuqda kasallik chiqib turadi. Murojaat qilaverasizlar, masalan o'rnimizni qoldiramiz. Joyini lokatsiya tashlab bersa, xudo xohlasa mashina yetib boradigan joy bo'lsa yetib boramiz. Inshaalloh.